47? Ужас. Носкигizchi вообще стильненько. Turishingiz necha pul? Turishim. Да. O'zimni yo texnikamni? Hammasi bir boshidan. Menimcha texnikani hisoblash osonroq. Necha pul bu texnikangiz? Bu yerda obyektiv 3,5 ming turadi. Mikrofon 500 atrofida, kamera 4,5 ming atrofida, bu yoq 4,5 mingmi yo 4,5 4,5 ming? ming dollarda. Bu yog'i yana 1000 dollar, keyin bu yog'i yana 600-700 dollar. Xullas taxminan bir 15 mingcha. 15 minglik narsa bor mashina o'zida. Mana bu yerda yana 1000 dollar mana bu. Yelkamni sal yengillashtirish uchun mana bu yana 1000 dollarga. Voy voy. Kiyimlaringiz necha pul? Hamma narsadan ham texnikasi qimmat ekan. Arzon 5 dollar turadigan mayka. Maykangiz necha pul? Mana futbolkangiz. Menimcha 15 maksimum olgan Dollar. bo'lsam. Shortik? Menimcha adashmasam 25 dollar atrofida. Hop, oyoq kiyimingizchi. Bu qimmat lekin Necha pul? 130-140 dollar. Chunki meni razmerim topilmaydi, 47 kiyaman. 47? Ужас. Носкигizchi вообще стильненько. Bunaqasini ko'rmadim lekin. Paypoqlar menda kolleksiya borda, har xil rangdagi. Necha pul? Ammo har doim yangi olaman. Bir pachkasini taxminan 20-15 dollarlarga, bir pachkada 5 ta 6 ta, hammasini aralashtirib kiyaman. Ochigizchi? Ochki juda arzon. Menimcha 25 dollar bo'lsa kerak. Hozir nima qilyapsiz bu yerda? Nimani syomka qilyapsiz? Biz hozir Lola Yo'ldashevani konserti loyihasi haqida va uni o'zi haqida va uni komandasidagi odamlar haqida hujjatli film olyapman. Demak, bu akamizning общий apparatlari bilan turishlari necha pul bo'ldi? O'rtoqlar kommentariyada qoldiramiz. Keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Podpiska bosishni unutmang.